Birinchi stolga. Foydalar shunday bo'ladiki, masalan, ushlagan yurish foydasi. Buni bilasizlar. Rokirovkada birinchi shoh ushlanadi yoki ikkalasini birdan bir vaqtda qilsa ham bo'ladi. Faziga chiqish qoidalari bor. Ikkita texnik xato bo'lsa, masalan, ochmasdan ochib qo'ysa yoki boshqa yurib qo'ysa, menimcha mag'lubiyat hisoblanadi. Ko'pchilik biladi. Ammo tug'ilsa soat 6da birdan turib ko'tarasizlar, boramiz, shu yerda muammoni hal qilamiz. Samarqand shahar. Ikkinchi stolga Ishtixon, Qo'shirobod birinchi son. Uchinchisiga Pastarxon, Payari. To'rtinchi stolga Urgut, Qo'shirobod. Paxtachi. To'rtinchi stol Tayloq, Qo'shirobod tuman. Kattaqo'rg'on shahar 5-stolga. To'g'rimi? Ha. Nurobod tuman bilan Pastarxon. Samarqand shahar. Kattaqo'rg'on shaharmi? 7-tur bo'lyapti. Mana shu o'yin tugaydi, keyin natijalar yo'q. Jami natija ballar kesimida mana ko'rib turibsizlar. Birinchi o'rinni Samarqand tuman ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi 10,5 ball. Ikkinchi o'rinda Ishtixon tumani 9 ball va Paxtachi tumani 3-o'rin 8 ball bilan natijalar e'lon qilingan.